Assalomu alaykum do'stlar, qadrli yurtdoshlar. Qora tovuqlarimiz, makonlarimiz sotuvda. Makon xo'roz aralash. Bundan hozir 500 dona bor. Manzilimiz Andijon viloyati Asaka tumanida. Kelib ko'rib netib olsalaring bo'laveradi. Dastavkalarimiz bor. Dastavka pullarimiz alohida hisoblanadi. Narxlari 60 ming so'mdan deyilyapti. Yana kelishtirib berilaveradi. Tovuqlarimizni yoshi 4 oylik bo'lgan. Hamma vaksinalari qilingan. Oxirgi vaksinalari ham qilinib qo'ydi. Bemalol olib ketib boqsalaring bo'laveradi. Ob'yomga va donaga sotiladi. Ob'yomga oluvchilar ham kelsalaring bo'laveradi. Donaga oladiganlar ham kelib, ko'rib, netib, tanlab olib ketsalaring bo'laveradi. Hamma vaksinalari qilindi, sog'lom. Xudo xolasa ratsion asosida boqilgan. Endi birinchi boqayotganlarga tavsiyalarni beraveramiz. Endi baribir o'lim holatidan chiqib bo'lgani bular. Endi qanday boqish, qaysi holatlarda tuxumni ko'proq beradi, shunaqa savollaringiz bo'lsa bemalol aloqaga chiqsalaring bo'laveradi. Egasini nomerini opisiyaga yozib qo'yaman. Telefon qilib bog'lanaverasizlar. Telegram, WhatsApplar ishlab turibdi. Sog' bo'linglar.